Hem de müşahede şu hemkarlıknınki bir qancha muhim ayetni tilg'ilib o'tlar. Şekilleri bulup hem de muhaciretdeki nurgun dünyanın her qaysi joylarida yaşayotgan xalqimiz uchun. Bugün hem de nurgulduğan vatanimizdeki faciani hemmeyle bilip duruyoruz. Bu chet eldimi muhaciret birleşip durup yani aslında köpnün gücünün qanchalik muhimligini yuqoridagi so'zlagan oyat hadislarning mazmuni shuni ifodalab turdi aslida. Hem buniki şekillerinden bir qanchasini tilga olsak, ba'zilarida millatimizning ichidagi masalan shaxslarimiz bo'lsa cho'ng ish bo'lsa, bo'lmasa ushaq-tushak ishni ko'zga kelmaydigan, aslida bir binoning qurilishida uningga bir xishni apagan insonmi millatda bir oxirgi natija qo'lga kelgan vaqtida shu binoni qopurgan, shuningga hassi bo'lganning hammasi Allohning oldida ajr kelishadi. Ko'pincha insonlar masalan yillardan buyon muhojirati qilinayotgan ishlarninki ya natijasini aniq bir ko'rib bo'lmaganligi uchun ish qilayotganlarning keyinda har xil gap chiqadigan yoki ko'z kelmaydigan, bu ish bilan ish bo'lmaydi deb bu dushmanga qarshi qilinayotgan ishlarni sal qaraydigan, kichik ko'radigan va buning natijasida hamkorlashib bir yandan bosh chiqarib shu sohadagilarni qo'llash, quvvatlash, bu işi bağlan sırrı muhaciratda acizlab ketayotgandek bir ko'rinishni his qilyapmiz masalan. Bu nuqtaning shaklları haqida biraz bir fikr qilamiz. Tabii halde yuqoridagi oyatda aniq bayon qildi. Ya'ni siz har qanday bir yaxshi bo'ldi ekan, taqvodorlik bo'ldi ekan, buniga hamkorlashing. Bu birinchi tur. İkinci tur har qanday bir nacharlik bo'ldi ekan, eskilik bo'ldi ekan, gunoh ma'siyat bo'ldi ekan, buning qat'iy hamkorlashmang dedi. Xo'sh. Biz bu dünyanı düşünüşümüz ve insanı düşünüşümüz lazım. Yani insanda aslında bazı insanlar oylaydı ki malaike tasavvur kılıdı. Yani insanlar periştedek olsa, periştedek hemmisi şunda güzel ahlaklık olsa, hemmisi günah masiyetin şırak olsa, havai hevestin şırak olsa, ay periştedek olsa onun da keyin andın ben şu bilen periştedek insanlar bilen birga iş qilitem deb tasavvur qildi. Bu aslida insonni tushunmaganlik. Nima uchun Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisalom hadislarida bu hamkorlikni nima uchun shunda qiziqtirdi? Nima uchun nurg'i yadil ta'kidladi desa, insonning buni, ya'ni o'zining nafsini, havoi havasini yengib hamkorlashishning ne kadar zor, qiyin ish ekanligi sababidan shuning Qur'oni Karimda nurg'i yadi buni ta'kidladi. Asl asallan bir ish bo'lsa, unda ta'kidlashning hojati yo'q. Masalan, Qur'oni Karimda ballariңliq yaxshilik qilinglar deb yo'q bu yerda. Nima uchun? Chunki insonning vujudini hayvondan tortib, insondan tortib hammasining vujudi shu desa, tabiiy bo'lgan o'zining ballariga kuyinish, o'zining ballarini yaxshi ko'rish, o'zining ballarini qo'g'dash tuyg'usi, hissiyoti shu insonda bor. Shuning uchun ballariңliq anday yaxshilik qilinglar, manda yaxshilik qilinglar deb yo'q. Ammo ota-onangliq yaxshilik qilinglar deb bor. Tabii halde ballarını yaxshi tarbiyalash to'g'riliq yo'l yo'riqlar bor. Lekin ota-onaga yaxshilik qilinglar degan shaklda shu desa, ballarga yaxshilik qilishga undaq alohida qiziqtirish buyruqlar yo'q. Nima uchun desa, insonning vujudi bor narsa. Xo'sh. Asli insonning vujudi nima va? Insonning vujudida hasad va, takabburlik va. Har qanday insonda men sapning bashiri bo'lsam, hammasining boshlig'i men bo'lsam, men so'sam deydigan bu şahsiyetçilik insanın vücududur bak. Bu şahsiyetçilikni kim yangiyalaydı dese, hakiki ihlasman insanlar. Qilgan ishning natijasini, mukofotini Allohdan talab qilgan. Allah mukofotlaydi. Qilgan ishning ajrini Allah berdi deb o'zining mushu shaytoniy havoi havaslarini mag'lub qila olgan, buning ustidan keladigan inson cho desa, haqiqiy o'zining qarindoshlari bilan hamkorlasha oladi. Lekin hammadan buni qila olamdi desa, buni qila olmaydi. Shuning uchun tanlangan odamlar qila oladi buni. Shu Qur'oni Karimda nima deydi desa, "Fala va robbika la yu'minuna" yana bir oyatda, "Va law sha'a Allohu la ja'alakum ummatan wahida." Agar Alloh xohlagan bo'lsa, sizni xuddi malaikalarni bir ummat qilgandek, sizni bir ummat qilib hech qanday arang'lik talash tortish yo'q holatda yaratishga Alloh qodirdi.
Lekin unda qilmadi. Unda qilmadi. Unda qilmagan bo'lg'achqa sizlar hayotingizni ixtirob qilisizlar deydi o'sha. Va lizalika xalaqahum deydi. Ay ixtirob qilishinglar o'zaro bu. Chunki dunyodagi sinoq bu. İmtihan meydanı. İmtihan bu. Yani imtihan qulayli olsa har qanday inson imtihondan o'tirishini ham yo'qmi? Maktabda masalan. Xo'sh, xo'sh. Odatda savol qochirilgan bo'lsa sirtqa hammadan javobi qarab oliblam kirsa o'quvchi hemen asallam o'tiri imtihondan. Qachon o'tolmaydi desa zo'r bo'lsa o'tolmaydi. Bu dunyodagi hayot nihoyat qiyin hayot bo'lg'achqa, bu imtihon zo'r bo'lg'achqa nurg'un insonlarcha bu sinoqdan, bu imtihondan o'tolmaydi. Shuning uchun islom nimani ta'kidlaydi desa, insonni takabburlik qilma deb ta'kidlaydi. Cheklaydi takabbur qilishdan. Hasad qilma deydi. Qarindoshlaringni haqir ko'rma deydi. Boshliqlikni qat'iy talab qilma deydi. Masalan, buning oqibatini ayt xatarlik deydi. Bularning hammasi bizni tarbiyalash uchun, mu'minlarni tarbiyalash uchun, qalbingdagi bu kasallardan qutul demakchi. Xo'sh. Mushuningdan qutulgan vaqt shu desa, tabiiy %100 qutulamdi bir inson. Desa %100 malaikadak ya Payg'ambar alayhisolamning qalbidagi shaytonning nimasini elvatdi-ku, shaytonning nisbasini kichik vaqtida. Bunda bo'lmaydi inson. Bir inson Allohdan tilab turib nurg'un vaqtda kasallardan qutulishi mumkin. Lekin ma'lum vaqt shu yana o kasalga giribtor bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men mushu voy tashkilotchi biz zodi ish qilolmaydigan millat, biz zodi hech ishni qilolmaymiz, u bu deb o'zimiz qamchilab yoki siyosiy harakatlarni qamchilab, ish qilayotganlarni qamchilab, uyda o'tirgan odamlarga deymanki, siz nima ish qildingiz? Sizning bu hayotdagi rolingiz nima? Siz haqni ayda ayıplash uchun, tillash uchun, tillab uyingizda o'ltirish uchun kelganmi deyman. Ya'ni siz o'zingizning hayotiga bir qarang. Siz balalaringiz bilan munosabatingiz qanday? Ayolingiz bilan munosabatingiz qanday? Nurg'un insonlar bor, o'zining ayoli bilan ayda eng az degan ish kuch qatim jidal qilib yashaydigan. Balalari bilan nurg'un xafalikda yashaydigan. Lekin ashunda turib jamiyatdagi boshqa insonlarning bo'la hamkorlashmaydi, bir ish qilmaydi deb tillaydi. Ya'ni sen bir inson o'zining oilasi bilan nurg'un ziddiyat chiqadi oilada. Bularmi iymon, axloqdan uzoq oilalar uchun nurg'un ziddiyat chiqadi, xiyonatlar chiqadi. Chunki bu insonning tabiati shu. Ya'ni o'zining oilasi bilan, o'zining aka-inilari bilan, qarindoshlari bilan, juftliqlari bilan masalan, yaqin odamlari bilan birga o'tolmay jidallashib qolayotgan, birisi bilan xapolab qolayotgan, adovatlashgan turib, andan sirtda xala obdan hamkorlashib ish qilayotgan odamning shu yaratmaydigan ish bor. Bu cho desa, aslida inson o'zining tabiatini, bu vujudi nima buni tushunmaganligi va shundaqli bu hamkorlikning ahamiyatining ne qadar muhimligini tushunmaganligi. Xo'sh, xo'sh. Agar tushunsa, men masalan mening ballalarim xap qilyapti. İnsan hazır ballarımız nurgun insanların balları xap qilyapti. Masalan, ballarımız janida ota-onasi degan ishni %100 qilamdi. Qilmaydi. Masalan, aşında tug'an yada tabiiy holda cho desa, jamiyatdagi insonlar bu her inson talab qilganini qilib bermaydi. Lekin bu yerda bu imtihondan o'tash uchun, bu sinoqdan o'tash uchun cho desa, inson o'zining qarindoshlarininki amal qilib uning ortiqchiliklarini texmo ko'paytirish, sho'ng deb tushunish orqali, kamchiliklarni, xatoliklarni ko'masga solish orqali yoki afu qilish orqali ondan hamkorlashib ish qilgan bo'ldi. Har odam masalan o'zi izlagan bo'yicha, o'zi xohlagan bo'yicha paloni odam ya paloni tashkilot ya paloni boshqon men o'ylagandek bo'lsa, ondan men uning bilan ish qilaman. Bo'lmasa ish qilmayman degan to'sa, balkim bu insonning o'zining ballari, xotinlari o inson o'zi o'ylagandek emas. Ashna bilan masalan xotinim meni xap qildi deb ayda bir qatim xotin taloq qilamdi insonlar. Ballarim xap qildi deb ballardan voz kechib qo'g'lamdi sirtqa. Buni qilmaydi. Yani aqlli insonlar qabulab qolgan xotin bilan yashaydi, ya'ni keyin afu qilaman deb kechirim so'rashab masalan, ballari har qancha xap qilgan bo'lsa-mu, yani keyin afu qildi va makka balam deydi. Nima uchun desa, oilaningki
muqimligini, ailenin birligini saqlash uchun nurg'un o'zaro ko'ngil ag'rishlardan, o'zaro xafalıqlarni uchun insonlar birsi-birsini afv qiladi. Xo'sh. Ammo shunda siyosiy harakatga, tashkilotlarga ya sirtdagi ishga bog'liq bo'ldi, bir xato ishib qolgan bo'lsa, ya bir qatim ko'ngil ag'rib qolgan bo'lsa, uni yillar bo'yi unutib ketmaydigan gap. Nega bo'lsa uni ko'tarib yuradigan gap. Yani bu nimin tushundirdi desa, shu insonningki o'zining oilasining manfaatiga bo'lgan, oilasining manfaatini, birligini qo'g'dashga bo'lgan bu insondagi hissiyat, tuyg'u vatanning mustaqilligi uchun, zolim qarshi turish uchun, zulmdan qutulish uchun bo'lgan hissiyatidan buning kuchli ekanligi, oningga zolim qarshi turish hissiyatining ne kadar aciz ekanligining dalili. Ne kadar aciz ekan. Eğer o güçlü olsa, elbette xuddi ailesinin menfaatini qo'g'digandek, ailesinin buzulmasliginin aldını olish uchun nurg'un qatim o'zining achchig'ini yutgandek, o'zining qarindoshlari bilan bo'lgan munosabatni mucho desa, achchig'ini yutgan bo'ladi. Afuvchanlik bilan muomala qilgan bo'ladi. Shuning uchun men bütün boshqalarni qamchilab, jamiyatni qamchilab uyda baka o'ltiradigan insonlar cho desa, bu eng ahmaq insonlar. Xo'sh. Har qanday bir shaxsning cho'qim bir hassi bo'lish lozim. Albatta. Bir hassi bo'lsa, u chaqda cho andan mumkin o boshda olmasligi mumkin. Payg'ambar alayhisalom bir hadisi var. Nima deydi desa, sizning biringlar ko'pincha holatda o'zining ko'zida yo'g'on bir yog'och kirib ketgan bo'lsa, buni ko'rmaydi deydi. Ya'ni o'zining ko'zdagi yo'g'on yog'ochni ko'rmaydi. Ammo qarindoshining ko'zidagi qilni ko'rdi degan. Deli shu davrda yashayapti. Ha, insonlar mushunda hamda. Ya'ni o'zida yuklab qo'ysa ko'tarilmaydigan, kilo olsa tonnalab chiqadigan nurg'un kamchiliklar, nurg'un xatoliklar, nurg'un hurulliqlar, nurg'un beparvoliklar turib, lekin boshqalarga kelgan vaqtda cho desa, o qarash xuddi boshqa odam farishta sifatida bo'lish lozim edi. Xo'sh. To'g'ri. Bu ne kadar insafsızlık. Bu acayip insafsızlık. Şunu için biz Kur'an-ı Kerim'e kaysak, İslam'a kaysak çoğu dese, çokum insanlar birisi. Şu nurgun ayetilde mesela ruhamâ'u beynehum. Muhammedur Resulullah vellezine amenu ma'hu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Ola kafirler çoğu karşı, şundak şiddetlik. Meydanı uçuk. Bu iman keltügenler. Ama öz arıldırdı çoğu dese, birisi şundak kuyumçan. Birisi şundak kuyunduğun, efu kıldıgan. Başka hadisinde el-mu'min ye'lef ve yu'lef. Ve la hayra fi men la ye'lef ve la yu'lef. Yani mümin diyen çıkışıdı ve çıkıştırılır. Yani başkalarıyla çıkışıp, hemkarlaşıp yaşayalaydı. Hoş. Bundak hemkarlaşıp, iş kılanmaydıgan, hemkarlaşıp yaşayanmaydıgan adamdı çoğu, yaxşılık yok adam bu diye. Yaxşılık ba adam, kalbide imanı güçlü adam çoğu dese, çoğum başka Müslümanlar bilen, yüzünün karındaşları bilen hemkarlaşıp iş kılalaydı. Kim ki, yüzünün karındaşları bilen hemkarlaşıp iş kılanmaydıken, her daim cidal, fitne pasat, muşinin keyinden jüreydiken, bu insandır çoğum yaxşılık yok insan. Allah sağlasın, saklap kalsın hemimizi.